Qizim, sovchi keldi, lekin bular juda boshqacha ekan. Islomiy odamlarga o'xshadi. Oyijon, nega xijolat bo'lyapsiz? Keldi degani men unga tegib ketyapman degani emas-ku. Qizingiz bor ekan. Qo'lini so'rab kelgandik. Bu yog'i taqdir. Biz sizlarga to'g'ri kelarmikinmiz? Yoshlar uchrashib, gaplashib ko'rishsin, nima deysiz, singlim? Voy, uyda ko'rishadimi? Hozir. Qizim, uyda ko'rishib, gaplashib ko'rishsin, deyapti. Restoranda emas, uyda ko'rishamiz ekanmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Nom yaxshimisiz? Ismim Umar. Yaxshimisiz? Ismim Men dindor erkaklarni jahldor deb o'ylardim. Lekin u juda muloyim, yaxshi edi, menga yoqib qolgandi. Alo, singlim, yaxshimisiz? Bizga qiz ma'qul keldi. Agar xo'p desangiz, yana bormoqchi edik. Yaxshimisiz, opajon? Xursandman. Ha, albatta kelaveringlar, kutamiz sizlarni. Qizim, kechagi sovchilar yana kelarkan. O'g'li seni yoqtiribdi. Sen esa hech nima demading ham. Bu gaplarni eshitib, yuragim qinidan chiqib ketay dedi. Faqat onamga ayta olmadim. Lekin juda xursand edim. Sizga aytgandim-ku, dindor oiladan sovchi keldi deb. Ertaga yana kelarkan. Yigit bilan gaplashib ko'rasizmi? Kelsin, gaplashamiz, bilasiz, unda insonlarni hurmat qilaman. Biz ham tuzukroq kiyim olamiz. Kecha rosa xijolat bo'lgandim. Yopiqroq kiyim olaylik. O'tgan kuni xijolatdan o'ldim. Shu ko'ylak yarashadi, oyijon. Kiyib ko'ring, men ham o'zimga olaman. Uzun ko'ylaklar oldik. Jiddiy tayyorgarlik boshladik. Dadam ovqat qildi, onam stol tuzadi, men esa bir nimalar pishirdim. Qachon kelarkin? Sabrim yetmayapti. Ana, kelyapti. Ana, kelyapti. Onam bo'lajak qaynonam bilan gaplashdi. Dadam esa Umar aka bilan uzoq suhbat qurdilar. Men hayajonda edim. Qizim, Umarbek sen bilan yana gaplashib ko'rishni so'rabdi. Menimcha dadangga ham yoqdi shekilli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom berishni o'rganibsizmi? Kiyimingiz ham yarashibdi. O'tgan safar kalta kiyimda o'zingiz ham ancha uyalgandingiz. Ro'mollaringizni qarang. Shu bilan to'y boshlandi. Hamma narsani kuyov tomon qildi. Biz esa ortiqcha hech nima qilmadik. Maharga nima so'raysiz? Istaganingizni so'rang. Mahr? Nima u mahr? Men oldin eshitmaganman bunaqa narsani. Mahr bu nikoh paytida erkak ayolga beradigan hadya. U ayolning haqqi hisoblanadi. Xohlagan narsangizni so'rashingiz mumkin. Mahr bu nikoh paytida erkak ayolga beradigan hadya. U ayolning haqqi hisoblanadi. Xohlagan narsangizni so'rashingiz mumkin. Demak, nima so'rasam bajarasiz, to'g'rimi? Unda Dubayga boraylik. Subhanalloh. Dubaydan boshqa narsa yo'qmidi? Ha, mayli, roziman. Yana nima xohlaysiz? Yana mashina olib bering. Sizni o'zim olib yuraman. Mashina o'rniga hajga olib boraman, bo'ladimi? To'yni ortiqcha dabdabalarsiz o'tkazdik. Ayollar erkaklarga aralashmadi. Bu esa menga juda yoqdi. To'ydan keyin va'da berganidek Dubayga olib bordi. Turli diniy kitoblar sovg'a qildi, lekin hech narsaga majburlamadi. Iymonni Alloh beradi derdilar. Onajon, bilasizmi? Men namoz o'qishni o'rgandim. Mashalloh. Bir haftada o'pganib oldingiz, aqlli qizimdan o'rgili. Bir kitobda farz namozlardan keyin eng fazilatli namoz kechasi o'qiladigan tahajjud namozidir degan ekan. Bu qanday namoz? Tahajjud kechasi uyqudan turib o'qiladigan nafl namoz. Bu insonni Allohga yanada yaqinlashtiradi. Tuni bilan turli kitoblar o'qidim. Bilmaganimni so'radim. Qaynonam ham menga ancha narsa o'rgatgan. Xavotir olmang. Dadajon tuzalib ketadi, ko'p o'ylamang. Yaxshi ishlab keling, Allohga omonatsiz. Inshaalloh tuzaladi. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Bolalarga yaxshi qara. Darslarni vaqtida qilishsin. Nimaga kundan kunga so'lib boryapti? Dadajon kasal bo'lganlarga siqilib, yuzidan quvonch ketib boryaptimikin? Bolajonlar, dadangiz nima dedi? Darslarni vaqtida qilinglar dedimi? Qani, buvingiz oldiga boring. Qaynonam o'g'illarimga erinmasdan hamma narsani o'rgatardilar. Yoshligidan o'qishni o'rganishdi. Men ham diniy savollarni ko'proq qaynonamdan o'rgandim.
menga juda mehribon, jonim bolam deb gapiradilar. Men hammadan roziman. Mendan ham rozi bo'linglar. Ibodatni tashab qo'ymanglar. Ibodatda mustahkam bo'ling. Qaynotamdan keyin qaynonam kitobdan bosh ko'tarmay qo'ydi. Erim esa tahajjudni qoldirmaydigan bo'lib qolgandi. Mashalloh. 4-inchisi ham o'g'il bo'ldi-ku. Dadasi, sizga qiz tug'ib bera olmadim-da. Alloh xohlasa, keyingisi qiz bo'ladi. Hali hayot oldinda onasi. Keyingisi deysizmi, dadasi? Subhanalloh, ajoyibsiz. I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. Doktor, farzandingiz qiz bola ekan deganda, o'g'lingiz bilan rosa xursand bo'lib ketdik. Qizimizga nima ism qo'yamiz, o'yladingizmi? Inshaalloh ismini Sofiya qo'yamiz. Nima deysan? Jannat kalitim, Allohimning ne'mati, xush kelibsan go'zal qizim. Vaqtni o'tishini qarang. Qizimiz ham tez katta bo'lyapti-ya. Nima bo'ldi? Dadasi? O't qopi saratoni. Biz buni juda kech bildik. Yoki bizga bildirmagan. U kundan kunga holsizlanib borardi. Avliyo qaynonam namozdan bosh ko'tarmay qo'yuvdilar. Erim esa nafl va tahajjud namozlarini aslo qoldirmasdilar. Inson ba'zan ojiz qolarkan. Boyligimiz ham erimni qutqarib qola olmadi. 5 bola bilan yosh beva qoldim. Qaynonam meni o'ylab dardini bildirmasdi. Bolalarga kitob yodlatib, o'zini ovutganday bo'lardi. O'g'lim Mahirga haj safarini va'da qilgan ekan. Taqdir ekan birga borish nasib qilmadi bolam. Buni oling. O'g'limning omonati. Mendan keyin ayolimga bering, bu uning haqqi degandi. Mening Samiyam, bu xatni o'qiyotgan ekansan, men yoningda emasman. Bundan afsusdaman sevgilim. Ko'zingdan yosh oqizmayman deb va'da bergandim, meni kechir. Senga ozroq pul qoldirdim, bolalarning o'qishiga e'tiborsiz bo'lma. Qaynonamning tarbiyasi va nasihatlari bilan bolalarim o'qimishli, yaxshi inson bo'lishdi. Siz jannatiy odamsiz. Mingdan ming rahmat. Allohim rozi bo'lsin sizdan. In my heart, I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh. Qaynonam meni o'ylab dardini bildirmasdi. Bolalarga kitob yodlatib, o'zini ovutganday bo'lardi. Buni oling. O'g'limning omonati. Mendan keyin ayolimga bering, bu uning haqqi degandi. O'g'lim Mahirga haj safarini va'da qilgan ekan. Taqdir ekan birga borish nasib qilmadi bolam. Mening Samiyam, bu xatni o'qiyotgan ekansan, men yoningda emasman. Bundan afsusdaman sevgilim. Ko'zingdan yosh oqizmayman deb va'da bergandim, meni kechir. Senga ozroq pul qoldirdim, bolalarning o'qishiga e'tiborsiz bo'lma. Qaynonamning tarbiyasi va nasihatlari bilan bolalarim o'qimishli, yaxshi inson bo'lishdi. Siz jannatiy odamsiz. Mingdan ming rahmat. Allohim rozi bo'lsin sizdan. In my heart, I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along.